Barchaga xayrli oqshom o'rtoqlar. Bugun yana sizlar bilan Layla 23 kanalida biza bugun kecha 3 ta 8 tars kontorasida o'ynagandik. Bugun Linebet kontorasida men yaxshigina balans qilganman. 26 million balansi. Biza 2x qilsak bo'ladi. Nima uchun bunaqa katta balans bilan o'ynayapman? Minus ko'payib ketganligi uchun faqat kattada jackpot urib yurish kerak do'stlar. Balansimizni normalligini hisobga olgan holatda birinchi o'yinimizni padyettinadan yaxshigina summa bilan ko'tarib chiqib ketishga harakat qilamiz yana do'stlar. Tak 501lar bor. Xo'p, bu yerda 950.500 dan tikamiz. Oy zo'r. Bittada choq 30 million. Tak birlar bor, yana 950.500. Imkon qadar azartga kirmagan holatda gam bo'lishi mumkin emas va chotki beryapti padyettinat o'rtoqlar. Zo'r va gap bo'lishi mumkin emas. 950.500. Tak yana bitta o'xshab bersa marra уже bizaniki bo'ladi. Davay 1 2 3. Tak 3.700.000 bo'ldi уже 40 million balans. Yana bir 15 millionligi ko'tarsak уже bong'ilab ketar ekan bu yog'i do'stlar. Xo'p, balansimizni yaxshiligini hisobga olgan holatda 750.500 dan men tikdim, lekin bu yerda 0.3 koeffitsiyentlardan keyin ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Itoy 0.3 2 marta ishlab ketdi. 1.6 ga 0.3 yomon emas. Tak o'rtoqjoli 3 ta 8 tars kontorasi ham yaxshi kontora bilasizlar. Kecha ana shu kontorada olganmiz. Wow, 5 koeffitsiyent cho'qilladi. Ana shu kontorada olganmiz g'alabani. Bugun Linebet kontorasini ham bir ko'rib o'ynab chiqib ketaylik deganim sababi Linebet kontorasi ham vashshi bomba zo'r berib yoradi. Juda ham yaxshi ko'rib o'ynayman. Linebet kontorasini yaxshi ko'rib o'ynaydiganlar ham bor kanalimda. Va maksimal darajada like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Xo'p, balansimizni tushiramiz endi. 125.450. Shunaqa summalardan tiksak, yutug'im misol uchun berish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Ozgina summalarni o'ynatib tikkaninglar baribir o'zingizlarni plyusingizga ishlab beradi. Tak balansimiz misol uchun salkam 50 million, videomiz hali boshlanganiga va hali unaqa to'rmundan bo'lgani yo'q. Ko'rib turibsizlar, katta balans bilan katta jackpot urib chiqib ketish nima uchun foyda? Конечно, bizning o'zimizning cho'ntagimizga foyda. Biz faqat foyda qilish uchun kiramiz bu yerga, bilasizlar. Tak endi bitta risk qilaman 775.545 shunaqa summadan bitta tikib ko'raylik. Ajab emas, yana bitta choqqilla bersa normalniy koeffitsiyentlarni. Tak 0.3 dan keyin yana risk qilib ko'ramiz do'stlar. Hop, 1.551 dan bitta risk qilib ko'raman. Faqat bizani ko'tarishimizni kutgan bo'lmasa bo'ldi. Shu narsadan qo'rqqan edim, lekin ozgina davay, chunki yaxshi koeffitsiyent berib tashlaganligini hisobiga olib ketdilarda, bizda ozgina mag'lubiyatlar ko'payib ketdi. Yo-mayo. 2.500.450. 2.500.450. Davay bitta iltimos. Qizillar ulanarmikan? Yo-mayo, bash qizillar ulanganda cho'tki ishlab ketgan bo'lardi. Davay. 0.5. Bitta kattaroq koeffitsiyent ber, men ishonaman katta koeffitsiyent berishingga. Sen mujik o'yinsan. Hop, hafsalamizni pir qilmasa bo'ldi. Tak, qizillar ishladi. Yomon emas, 5 koeffitsiyent choqqiladi, lekin summamiz qaytdi, yana risk qilib ko'ramiz. Ozgina balansni orqaga ko'tarishimiz kerak. Tak, ishlamadi, fioletoviy. Zeleniy ishlamadi, fioletoviy devordim. Tak 0.3. Xo'p, yana уже liniya yo'q. 5 koeffitsiyent choq do'stlar. Baribir balansimiz qaytyapti-da. Tak, mayli chiqamiz, scratch card yomon emas, почти 47 million balansimiz qaytdi. Sugarrashni ochgan bo'lsa o'ynaymiz, yo'q, hali ochmabdi. Xo'p, yana bizda qaysi o'yin bor? Yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinlarimizdan Apple va Fortunaga strategiyamiz bo'yicha o'ynab ko'rishga harakat qilamiz. Tak, 250.500 dan ketdik. O'rtoqjoli eslatib o'taman, bizning promo kodimiz Layla23 promo kodi. Barcha bookmakerskiy kontoralarga bir xilda universal ketaveradi va maksimal darajada qo'ldan kelgangacha harakat qilinglar. Like, kommentariyani ko'rib turibsizlar. Gap orasida men ikkinchi urinishni o'zida
choqlatib qo'ydim. Почти 50 million balans. Вообще yomon berib yuryapti boru. Bu DBBet kontorasi har doim bomba berib yurgan. Linebet kontorasi ham bomba berib yurgan. Hamma kontorani yaxshi ko'raman. Uchta kontora men uchun juda ham qadrli kontora. Linebet 3.8 va DBBet. Balansini ko'tarib o'ynaymiz. Так. Давай 553 mingdan. Bu ham как kristalga o'xshagan. Так, 1903 ekan, 03 qaytsin. Ko'taramiz. Qaqashi ko'tarish mamlaqa ekan-da. Yaxshiroq qo'ysa yaxshi bo'ladi. Men bu kristalga o'xshatib qo'ysa yaxshi bo'ladi. 868 mingdan ketdik. Davay bizga bitta katta kafsini chaqillab endi. Bizani parod qilmasani maqtab turgan joyimizda. Так, 09, 05. Davay berib yaxshiroq kafsin. Ko'pchilik seni yomonladi, lekin men seni qanaqa mujikligingni isbotlab ko'rsatib berishga harakat qilaman, lekin sen menga yaxshi kafsin bermayapsan. Tak, ikki kafsin zo'rg'a. Hop. 4 minut qanchadir berdi, lekin biz hali minusdamiz. Ikki Davay. Yetishganicha bor ekan, oq qizga salkam 10 million pulimni yetishganicha bor ekan. Xo'p, keyingi o'yin Wild West Gold o'yiniga bizani strategiyamiz bo'yicha 50 qilib to'xtataman degandim. 10 million oqib ketib qoldi. Почти 12 million. La'nat yangi chiqqan kristalda. Kutmagandim deydi-yu. Tak, qani biza birinchi 10 qo'ldan 3 ta g'alabani olishimiz kerak. Layla 23 yaratgan strategiyasi har doim o'xshab berib kelgan va bundan buyog'iga ham parod qilmaydi do'stlar. Davay. Faqat 3 ta g'alaba, sabr qilib o'ynash kerak. DBBet kontorasi mujik kontora do'stlar, xabaringlar bo'lsin. Har doim o'ynayotganinglarda, misol uchun o'zingizlarning balansingizdan kelib chiqqan holatda va 1 million 400 ekan, o'zingizlarning balansingizdan kelib chiqqan holatda o'ynashga harakat qilinglar o'rtoqlar. Mana aytdim-ku, mujik. 3 ta o'xshaydi, lekin dagonimizga kam bo'lib qoldi, do'stlar, dagonimizga kam bo'lib qoldi. Tak, davay. Xo'p, bizga chilli chiqma faqat. 4 ta kartaga chon. Yo-mayo. Go. Please. Xo'p. Davay. Yo-mayo, ne bu oqizyapti bani? Davay. Voy Peter, baribir seni qoqib chiqib ketaman, bilasan, nima qilasan meni qiynab. Baribir seni qoqib chiqib ketishimni yaxshi bilasan. Undan ko'ra indamay berib qo'ya-qo, bo'ldi, sendan nima ketdi? 5 ta 6 taga chon bermasligini yaxshi bilaman. Хотя бы 4 taga chon ber, bo'ldi, всё. Чё хотел даже? Davay endi. Yana bittaga o'xsha. Mujik. Aytdimmi, baribir plus bilan chiqqanman. Xo'p. Swamplandga strategiyachami ham ko'rsatib beraman. O'rtoqlar, balans. Tak, qanchadan? 600 mingdan go. Imkon qadar qo'ldan kelgangacha do'stlar. Maksimal darajada. Nima deyapti do'stlar? Bittada o'xshab qo'ydilar-yu, bular choqqillab 3 million 258 ming choq. Bittada o'xshab qo'ydilar. Shu o'yinni yomon yaxshi ko'rdim, Linebetda o'ynaganimda qoqib tashadi borku. Endi bunisida ham yaxshi bersa bo'ldi. Maqtagan kelin aynibdi bo'ladi-yu ba'zida do'stlar. Ko'p maqtavormi-ya? Davay. Maqtaganimda hozircha aynigan-ku. 181 ming qancha berdi? 5 minut oldim. Tak, davay.
bizaga yaxshiroq. Voy 13 million choq. Summamiz qaytdi. Почти. Tak 50 qila olarmikimiz shu o'yinda? Nima deysizlar do'stlar? Yomon bermas ekan-da, xullas menga yoqdi, короче. Davay endi. Tak 1200 so'm. Tak, voy 60 ming so'm. Kulib qo'yar ekan ustimizdan o'rtoqlar. 3 ta 7 tushib berdi-da, endi o'sha oqqizyapti. Zo'r 48 million, yana bitta. Yana bitta choqilla shunaqa summadan. Voy. Davay. Hop. Tak, davay. 2 million davay. O'xsha ber bir nimadirga. Voy, o'xsha bermadi lekin. Hop. 48 ga qaytganimiz. Voy. Yana bitta shunaqa tushganda zo'r bo'lardi. 859 Hop. 1 million 400 riski jinnasi. 17 million 350. Voy 1 million 735 ming 17 million ko'zim ko'rib. 1 million 627 ming yomon emas. Tak. Summani o'ynatib tursa yaxshi beryapti-da do'stlar. 8 million 676 ming. Mayli chiqamiz, lekin zato yomon emas. Tak, endi biz Lucky kartdan har doimgidek chilliga dagun bilan tikamiz o'rtoqlar. Go. Like ga bong'illatib tashlaylar o'rtoqlar. Like ga umuman kamanda deyman. Like ga umuman kam qilmaylar do'stlar. Kommentariyani ham bong'illatinglar. Yo, bu ham emas. Karta adresiga kiramiz, Lucky kartga kiramiz. Tak, davay ketdik. Xo'p, balansimizdan 500 ming tikamiz. Nimagaki 500 ming tikishimiz sababi eng maksimalniy summa mana nima dey? Endi qizilga tikaylik. Yaxshi. Eng maksimalniy summa 1 million 400, o'shaning uchun 500 mingdan tikkanim, chunki dagon qilishadigan joyimiz ham bor edi. Vampirda nima gap ekan do'stlar jonlar? Vampir ham bitta qoqib chiqmaymizmi? Xo'p. 445 ming 450. Qani 15 qaysin choq. 51 ming. Voy, to'g'ri qaysin choq. Zo'r. Dabuget kontorasi yorib tashlayapti, bizib tashlayapti do'stlar. Tashlaysilar ham qonatib tashlaydi shunaqa. Короче, chiqamiz, vampir beradigani berib qo'ydi o'rtoqlar. Bu yog'iga ozgina qizishi mumkin. 50 da to'xtataman dedim-chi, lekin men o'ynayapman nima uchun? Ozgina yaxshi berayotganda gazni bosib olish kerak. Tak, nech pul berdi? Voy, cho'qqillab tashladi. 5 koefitsient 13 million 250 ming. Yommayib, yetadi do'stlar. Menga bo'ldi. Все уже. 26 million balans, 64 million вообще gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Dabuget kontorasidan ro'yxatdan o'tayotganda o'rtoqlar barcha bookmakerskiy kontora qaysidan o'tsanglar ro'yxatdan o'tayotganda promokod degan joyga LEL23 promokodini yozib ro'yxatdan o'tish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Maksimalniy podдержка, like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Sizlar bilan LEL23 bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.